Alright guys, answer breeze on in dersinglerle sağlaşlar. Hani breeze on in dersinglerle sağlar. How do they compare? How do they compare? Degan gibi hamda bunu qandaq selishtirildi degan gap. How do they compare? Hamsa qarab qarag'an bo'lsak, hamsa birinchi rasmni qarasanglar bola bir taychaq bor ekan shunday. Yo'q, taychaq emas, qo'ychaq. Yoki qo'ynan bo'lsa shunami? Bu nima desanglar, you can say tall, shunami? O'ziz nisbatan egiz ekan shunami? Tall. Hamda qo'zchaqqa nisbatan taychaq qanday desanglar, egizroq shunami? We can say taller. Agar hamma pulcho desanglar, ikkisiga nisbatan eng egizak mush hayvonotlarni ichida shunami? You can say tallest. Arada the tallest deb ishlatamiz. Demak, super bilan selishtirganda bolalar asl shakli tall, undan keyin selishtirma shakli nima? er degan qo'shimchani qatamiz. Undan keyin eng yuqori shakli est. Endi yana ba'zi bir ahvollarni hozir yana bir ta'lim qilib o'tamiz savollashdan. Masalan, mushukcha short. Okay. Mushukka nisbatan toshbaqa teqidimi qanday? Shorter. What about paqa? Paqa desanglar, the shortest. Demakchi mushlarning ichidagi paqa shortest. Masalan, tall, taller, tallest. Short, shortest. Shortest. Aydasya. Andaqda mashinaga qarab bag'inglar. Birinchi Beijingning taksisi bo'lsa adashlar. Bu nima? Good. Nayt yaxshi ishnami? Endi Beijingning taksisiga nisbatan mashina qandaroq? Albatta uningda yaxshiroq bo'ladi-da. It's better. Shunami? Endi mashincho vahshiy mashina ekan shunami? U bo'lsa nima? The best. Okay? You can say the best. Eng yaxshisi shunami? Good, better, the best. Demakchi yaxshi, yaxshiroq, eng yaxshi. Eng yaxshi. Okay. Andaqda sadoshlar mana tegirikki rasmni qaranglar. Mana lazlarnikiga. Lazlarnikiga qarasanglar, endi buningda mana birisi buning ichidagi birisi nima ekan? Nachar ekan, bad. Shunami? Okay, demakchi ashuncha spesial ig'roq ekan shunaqa. Undan keyin yana birisi worse. Okay, worse. Yana birisi uningda eng the worst. Demakchi nacharoq, eng nachar. Ig'roq, eng ig'ir. Bo'ldi. Demakchi bad, worse, the worst. Okay. Andaqda mana qarapanglar, mana birinchisi nima? Many. Ko'p. Endi uni qaraganda mana nima? Ko'proq, demak more, mana yana birisi eng ko'p. The most. Demakchi ko'proq, eng ko'p. Okay, mana ko'pincha sanag'ini bo'lgan ismlarni olib keldi. Andaqda much degancha sanag'ini bo'lmaydigan ismlarni oldi. Masalan, much, more, the most. Okay, demakchi much. Demakchi mana selishtirma shakli eng yuqori shakli sanag'ini bo'lamdi, sanag'ini bo'lmamdi va hammasidan qanday desanglar asosan o'xshash. Masalan, many-ni sanag'ini bo'lgan ishlatamiz, muchni qanday qilamiz desanglar, sanag'ini bo'lmaydiganға ishlatamiz. Bu ikkilisining ma'nosi o'xshashlar nima? Ko'p, jiq, nurg'un degan gap. Alright. Aniqda mana olmalarga qarabanglar. Birinchisi few ekan shunami? Albatta ikkinchisi undan ozroq ekan fewer. Va uchinchisi eng oz. Shunami? The fewest. Demak, eng oz degan gap. Buni albatta sanag'ini bo'lgan ishlatamiz. Ana ikkinchisi chocolate little oz, ozroq bo'lsa less, eng oz bo'lsa the least. O'xshashdan bularni savodashlar qanday desanglar, mushu few ni sanag'ini bo'lgan ismlarning oldiga ishlatamiz. Little deganda-chi, sanag'ini bo'lmaydiganlarning oldiga ishlatamiz. Okay? Shunga ma'no ishlatganda qanday qilamiz desanglar, alohida diqqat qilamiz. Endi ma'noda, masalan, a few nima sanag'ini bo'lgan ismlarning oldiga, a little nima demasanglar, sanag'ini bo'lmaydigan ismlarning oldiga. Endi bu yerga less bilan lessdan farqi, less deganimiz ozroq, yo'q, a little deganimiz ozroq, little degan asosan yo'q deyarlik. Demakchi inkor ma'nosini bildirish, shunami? Masalan, a few degan ozroq va few degancha asosan yo'q deyarlik degan gap bo'ldi. Alright. Answer bir misolga qarab bag'ala. Masalan, look at a talk an example. Have you got any chocolate? I haven't got much. Sizda azroq shokolad bormi desa, menda jiq yo'q. Endi yana bir I've got more than you have. Menda sizdan ko'proq bor. Shunaqa. I've got the most. Biraylarda menda eng jiq. Shunami? Yana birisi have you got any chocolate? Desa, I've got little. Menda azroq bor. Okay, what about I've got less than you have?
Mende sizdekinden qandarak azrak var. Less than azrak. Şunama. And that my 3-chi savada işte ang az var kanjima. I've got the least. I've got the least. All right. Kingsa qarasak. Have you got any tomatoes? Sizde sho'xlalar barmi? I haven't got many. Mende anchajik yo'q. Okay. And my B'dicho, I've got more than you have. Mende sizdekidan ko'proq var. More than ko'proq shunama. Yana bir sizcho qarab baqsaq rasmda bir kishi chiqqan qo'y ma'noda. Undaqda I've got the most. Mende nima? Anjiq. Xo'sh. Asmanana, have you got any eggs? Sizda tuxumlar bormi? Okay, I've got very few. Menda intayin oz bor. Okay? And then ma'bicho, I've got fewer than you have. Menda sizdikidanmi oz. Ma uchinchisi bir taxlam bor ekan, demak eng azi. I've got the fewest. Xo'sh, hansama mashinalar qaranglar. Mashinalar qiziqsizlarmi deyman. Birinchisi, you must see my new car. It's very good. Siz chiqib meni mashinamni qarashingiz kerak. O intayin qanday? Yaxshi. Albatta, A mashina nima, B mashina qanday? This one is better. Okay? This one is better. Better degan nima? Yaxshiroq. And uchinchisi, albatta mashqasini yengib o'tadi-da, hamda shunami? Unda bo'lgan ekan, uchinchisi albatta this one is the best I have ever seen. And I have ever seen deganimiz balla men ko'rib boqqan demakchi, men ko'rib boqqan mashinalarning ichidagi eng yaxshisi. Okay, undaqda shu 110 darsimizning mazmuni tugab qoldi savolashlar. Undan ko'proq uchurlarga erishmoqchi bo'lsanglar, masalan bizning shu ekranda ko'rinib turgan g'oy abdi ta'limimizni tushirib hamda mashinada sin darslik undarslik, xil darsliklarimiz bor-ku. Shu maxsus til o'rganish uchun loyihalangan-ku. Sizlar shu orqali nurg'un yangi uchurlarga erisha olasizlar. Va yoki bizniki shu Tangshunninki darsxonaga kirsanglar, bizniki nurg'un sin darsliklarimiz bor, nahv maydon darsliklarimiz bor. Sizlar shu orqali o'rganish maqsadini loyiha eta olasizlar. Okay, thanks for watching. See you next time. Goodbye.